Endi sizlarga avtomobilni olasizlar, pulinglarni 12% ni ham qaytarib beramiz desalar yoqmaydimi? Assalomu alaykum qadrli Qo'qon ahli hamda China Motors YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan bizning avtosalonimizga, ya'ni China Motors Qo'qon filialiga Optimadan kelgan shunaqa Jack X200 avtomobillari haqida gaplashamiz. Bu avtomobillar bilan sizlar qanaqa ishlarni qilasizlar, kuniga qanchadan pul topasizlar va ushbu avtomobillar haqidagi barcha ma'lumotlarni, eksklyuziv bo'lgan ma'lumotlarni aynan bugun men sizlarga beraman. Ushbu avtomobilni qanaqa usullarda xarid qilish mumkinligi haqida ham sizlarga ma'lumotlarni berib o'taman. Faqat sizlar videoni oxirigacha ko'rib, bitta like va podpiska bosib qo'yishni unutmasanglar bo'ldi. Qani bugungi videomizni boshlaymiz. O'zi bunaqa yuk avtomobillarning eng qiziqarli joyi yukxona qismi bo'ladi. Shuning uchun men ham obzorimizni yukxona qismidan boshlashlikka qaror qildim. Ko'rib turgan furgonlarni yuk hajmi 10 kuba yuk hajmi ichiga sig'ib ketadi bemalol. Endi buni o'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 320 ga, eni va bo'yi 175 ga 175 tashkil qiladi. Endi bu avtomobil aynan kimlar uchun chiqarilgan savolga javob beradigan bo'lsak, men sizlarga sanab o'taman. Aptekachilar, kolbasa, go'sht mahsulotlarini tarqatadiganlar, o'zini qushxonalari bor, ya'ni katta ob'yomdagi mollarni, qo'ylarni so'yib sotadiganlar, keyin tuxum tarqatadiganlar, tovuqxonasi borlar. Aynan shunaqa tadbirkor akalarimiz uchun ishlab chiqarilgan avtomobil. Sizlar buni olib turib, bitta konditsioner o'rnatasizlarda, orqasini muzlatgich sifatida xotirjam ishlatsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizni gruzopodъемностiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'zini avtomobilini kitobida 1 tonna 741 kilogramm yozilgan, lekin sizlar ushbu avtomobilni xarid qilgandan keyin texpasportga 2 tonna 80 kilogramm yozib beriladi. Bu sizlarga qanaqa qulaylik tug'diradi? Toshkentga, uzoq viloyatlarga sizlarga katta yuk chiqadigan bo'lsa, u yukka ortasizlar, pervaladan o'tib ketayotganda tarozilardan bemalol qo'rqmasdan riskovat qilib turib o'tib ketsanglar bo'ladi. Endi o'zimizni o'zbek, jaydari o'zbeklarimiz 2 tonnaga ham qoniqishmaydi. Men buni aniq bilaman. Shuning uchun ushbu avtomobilga men javob beraman. 3 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ortib, qisqa manzillarga yetkazib olib borsanglar bo'ladi. Bu narsaga men 100% javob beraman. 3 tonnani bemalol ko'taradi. Lekin 3 tonna bilan pervaldan o'taman desanglar, tarozidan o'tkazmaydi. Shu tomoni ham bor. Do'stlar, endi yukxona qismini tanishtirib o'tdim. Endi orqa tomoniga to'xtalib o'tamiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, buni eshiklari ham juda ham oson yopiladi. Orqasida o'zini tormozning faralari, pavrot chiroqlari katta qilib joylashtirilgan. Kichkina emas. Sizlarga bu qulaylik beradi. Tepalarda ham bor. Xo'p, keyin ushbu avtomobilga ikkita zapas balonlari joylashtirilgan. Nimaga ikkita deyilgan bo'lsa, buni oldi balon razmeri 15, orqasi 13 bo'lgani uchun bitta oldiga, bitta orqaga zapaska balonlari tashab o'tib ketilgan. Yukxona qismiga chiqishda o'zini shunaqa zinalarini ham tashab o'tilgan. Bu sizlarga yana bir qulaylikni tug'dirib beradi. Endi avtomobilimizni yangi ma'lumotlarni oldi tomondan berishni boshlaymiz, ya'ni saloni, motorlari haqida ma'lumotlarni beramiz. Avtomobilimizda tashqari tomoniga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, shu joyida haydovchilar uchun juda ham qulaylik bo'lgan yashiqcha, ya'ni qo'shimcha jihozlarni joylashtirish uchun tashab o'tib ketilgan. Bu joyga sizlar arqon deysizlarmi, kulchlarni deysizlarmi, domkrat deysizlarmi, shunaqa narsalarni salonda joy egallamasligi uchun joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan keyin avtomobilimizni orqa baloni qo'sh balon. Qo'sh balon qanaqa qulaylik berishini o'zi shunaqa avtomobil minadigan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Eng ko'p so'raydiganlar ham qo'sh balon bormi deydi. Undan keyin avtomobilimizda akkumulyatori joylashgan. Sekin endi sizlar bilan salon qismiga ham o'tib ketamiz. Bismillah. Avtomobilimizda saloni anchagina baland bo'lganligi uchun shu joyda zinalarni qulaylik berish uchun zinalarni tashab ketilgan. Xo'p, avtomobilimizda yana saloni juda ham katta, keng. O'zimizni labolardan, shinraylardan, boshqalardan ancha katta va keng. Avtomobilimizni zavod qilishi ancha o'zgacha. Sababi, birinchi muftini bosib turib,
Keyin zavat qilmasangiz, ushbu avtomobilimiz zavat bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, motori ham ancha baquvvat. Keyin avtomobilimizda saloni juda ham keng, qulay, o'rindiqlari ham juda ham yumshoq. Xo'p, o'rtoqlar, avtomobilimizning salon qismi juda ham o'zgacha vid berib turadi. Ya'ni yuk tashuvchi avtomobilga xos bo'lmagan qanaqadir o'zgacha muhit bor bu salonda. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki sababi sizlar o'tirganinglarda radioni, konditsioner, pechkani bemalol hech qanaqa qiyinchiliklarsiz boshqarishingiz uchun avtomobilimizda aynan shu qismi sizlarga qarab turgan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, o'zingizlar ham qiyshaytirib sizlarga qaratib qo'yilgan. Bu sizlarni o'ylangan holda qilingan. Endi avtomobilimizga sizlardan tashqari, ya'ni haydovchidan tashqari yana 2 kishi bemalol joylashsa bo'ladi. Bu narsani podlokotnik qismini shunday orqaga ko'tarib qo'ysanglar, bu joyga 2 kishi bemalol sig'adi. Sizlarni sheriginglar yo'q bo'lgan paytda ko'chada ovqatlanishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, shu joyga bemalol o'zinglarni choylarni, ovqatinglarni qo'yib turib bemalol ovqatlansanglar bo'ladi. O'rtoqlar, hozir sizlarga yana bir funksiyani ko'rsatadigan bo'lsam, juda ham hayron qolasizlar. Sababi ko'rib turgan bokovoylarni sizlar ichkarida o'tirib, shu joydagi knopkalar yordamida ham bemalol boshqarishingiz mumkin. Mana ko'rib turadigan bo'lsanglar, mana xotirjam boshqarsanglar bo'ladi. Hozir chap tomonni boshqaramiz. Endi bu joydan o'ng tomoniga olib o'tib turib, bemalol o'zingizlarga moslab, qiyinchiliksiz, birov yordamisiz o'tirgan joylarda ortiqcha harakatlarsiz o'zingizlarga moslab olsanglar bo'ladi. Yana bitta funksiyasini aytaymi o'rtoqlar, hayron qolishga tayyormisizlar? Ushbu avtomobilimizda bokovoyda isitish tizimi bor. Bu nimaga kerak? Sizlarni sovuq kunlarda bokovoylar muzlab qolmaydi. Bu narsani ishlatib qo'ysanglar, bokovoylar muzlab qolmaydi, parlanib qolmaydi. Bu funksiya sizlarga bokovoylarni doim toza, ozoda, parlanmagan, muzlamagan holatda saqlab turishga sharoit yaratib beradi. Yana bir qulayligini sizlarga aytadigan bo'lsam, avtomobilimizning oynaklari avtomatik elektronik tarzda ochib yopsa bo'ladi. Haydovchi tomondagi oynani tushirishi avtomatik tarzda o'zi tushiradi. Ozgina bosib qo'ysanglar bo'ladi, lekin ko'tarishda sizlar buni o'zingizlar qo'lingizda ko'tarib turishingiz kerak. Ko'rib turibsizlar, passajir tomonda ham bor bu funksiyasi. Avtomobilimizning obzorini endi orqa tomonda turgan ключ, domkratlari bilan tanishtirishdan davom ettiramiz. Avtomobilimizning salondagi sharoitlar sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni bemalol bayon etib ketsanglar bo'ladi. Qarang, hali ham obuna bo'lmabsiz. Bitta shunaqa qulayliklar uchun obuna bo'lib qo'yinglar azizlar. Videoyimizni davom ettiramiz. Do'stlar, hozir sizlarga o'zini ichida chiqadigan ключ, domkrat naborlarini ko'rsataman dedim. Xo'p, bu orqa tomonda joylashgan bo'ladi. Shunaqa qutichalarda bo'ladi. Ochib ko'rsatadigan bo'lsak, mana ключlari ko'rib turibsizlar, hamma narsalari bor. Olib turib, ortiqcha ko'chadan narsa sota olmaysizlar. Atverka deysizlarmi? Atverka, domkrat, ключlari, hamma narsasi bor. Ko'chadan ovora bo'lib qidirib o'tirmaysizlar deyman-da endi sizlarga. Qulaylik bo'lish uchun-da. Mabodo har ehtimolga qarshi endi har xil vaziyatlar bo'lib qoladi. Ko'chada avtomobilingni buzilib qoladigan bo'lsa, shu narsani olib turib o'rnatib qo'ysanglar, o'zingizlar yaxshi bilasizlar, znak bo'ladi, boshqalarni ogohlantirgan bo'lasizlar. Domkrat deyapsan, domkrat qani, ko'rsatmayapsan-ku desa, mana domkratning orqasida turibdi, ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, qo'rqmanglar, xavotir olmanglar. Avtomobilimizda kerakli bo'lgan hamma jihozlari bor. Endi ushbu avtomobilimizning motor qismiga keladigan bo'lsak, motori 2 atmosferli motor bilan jihozlangan, ya'ni bunga metan ham, propan ham xotirjam uстановка qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga hozir motorini ham ochib ko'rsatib beraman. Ungacha sizlarga avtomobilimizning rasxodlari haqida gapiradigan bo'lsam, avtomobilimizning rasxodi 8 ta, 9 tani tashkil qiladi. Yuki bilan benzinda 10 tani tashkil qiladi. Do'stlar, hozir mana sizlarga motorini ko'rsataman. Motori 4 silindrli bo'ladi. O'rindig'i shunday ochib turib, o'zini ilgichlari bor. Ilgichlarini olib turib, bemalol sizlarga ko'rsataman. 2 atmosferli motor, aytib o'tganimdek, 4 silindrli bo'ladi. Metan, propan o'rnatsangiz, yana ham kamayishi turgan gap.
Endi bu avtomobillarimizga metan, propanni ham qayda o'rnataman deb o'ylanib turgan bo'lsanglar, o'zimizning servislarimiz bor. Servislarimizda o'rnatadigan bo'lsangiz, kafolatlangan qilib o'rnatib beramiz. Agar boshqa joyda o'rnatib oladigan bo'lsangiz, o'z qo'shimchalik bilan biz bunga kafolat bermaymiz. Do'stlar, Jack X200 avtomobillarining o'zi 3 xil variantda turi bo'ladi. Ya'ni furgon, bartovoy hamda tentovka variantlari bo'ladi. Bizda hozircha shu furgonlar bor, ya'ni tez fursat ichida bizga bartovoy ham keladi, tentovka ham keladi. Keladigan avtomobillarimizning hammasini yili yangi, sveji, masli 2025-yilda chiqarilgan bo'ladi. Endi videoni boshidan beri kutayotgan joylar keldi. Ya'ni avtomobillarimizni narxlari haqida ma'lumot beramiz. Ekranga yaqinroq kelib joylashib olinglar. Ushbu avtomobilimizning tan narxi 275 million 520 ming so'mni tashkil qiladi. Nimaga oxirida laxtagini ham qo'shyapsan desanglar, bu to'g'ridan to'g'ri zavoddan keladi o'zimizga. Shuning uchun zavod narxida. Endi ushbu avtomobilimizni sizlarga qulay variantlarda ham chiqarib beramiz. Boshlang'ich 20% to'lov bilan ham olib ketsanglar bo'ladi. Endi sizlarga avtomobilni olasizlar, pulinglarni 12% ni ham qaytarib beramiz desanglar yoqmaydimi? O'zingizning firmangizning nomiga oladigan bo'lsangiz, ushbu avtomobilni firmangiz endi solig'ini to'laydigan bo'lsa, to'lagan pulinglarni 12% ni qaytarib beriladi. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Eng yaxshi, eng ishonchli yangiliklarni faqatgina bizdan topasizlar. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizning manzilimiz har doimgidek Uchko'prik avtostansiyani ro'parasida joylashgan. Shu joyga kelib olsanglar, bemalol topib olishga umuman qiynalmaysizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, chao bambino.